Bolalarda gijjalar, kattalarda parazitlar. Oziqlanishi ichaklar devoridagi qon tomirlardan namoyon bo'lishi, kamqonlik bolalarda va yuzdagi dog'lar, kattalarda qorindagi og'riq, ko'ngil aynish, badandagi qichishishlar. Endi 10 kunda parazit va gijjalardan antiparazitlar zbor bilan qutulamiz. Kerak bo'ladi. Bozorda 50 gram pijma olasiz, 50 gram palin go'rka olasiz, 50 gram qalampir munchog'ini olasiz-da, yaxshilab kofemovkada kukun qilib, mana bunaqa aralashtirib qo'yasiz. Ichilish tartibi: yarim choy qoshiqni olasiz, bitta stakanga solib, qaynoq suv solasiz. Shuni bir kunda bir mahal ichasiz. Birinchi kun. Ikkinchi kuni yarim choy qoshiq olasiz, stakanga solasiz, qaynoq suv solib to'ldirasiz, ertalab kechqurun ichasiz. Uchinchi kuni ertalab, obedda, kechqurun bir hafta ichsanglar, polni gijja va parazitlardan ichinglaringiz tozalanadi. Albatta, bolalarga ham profilaktik ravishda qilish kerak bo'ladi. Like bosasiz, tarqatasiz. Siz bilan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.